Assalomu alaykum hurmatli do'stlar va hurmatli podpischilar. Nexia mashinasiga yangi turdagi zapchaslarimizdan kelgan. Hozir sizlarga zapchalarimizni tanishtirib o'taman birma-bir. Birinchi o'rinda orqa faramizdan kelgan Nexia mashinasiga mana zavod bo'ladi. Xitoy original faramiz. Buni komplektining narxi 330 ming so'm. Ikkita komplekti 330 ming so'm akalar. Keyin bunaqa bilet tumankamizdan kelgan, dahshatidan akalar, o'z trendga chiqqan. Bir kunda 3 ta, 4 ta, 5, 6 tagacha sotilyapti akalar. Hozir men sizlarga Instagramimni ham pastga yozib o'taman. Instagramda ko'rsanglar bo'ladi. Hamda men yonishlarini bir qator obzor qilib o'taman, videoga qo'shib o'taman do'stlar. Komplektining narxi 280 ming so'mdan qilib beryapmiz, aksiya narxida. Va SRR yaponskiy original amorsatorlarimizdan kelgan, chisti original haqiqiy yaponskiy bo'ladi. Qaranglar, mana o'zida poddelkadan himoya original zashtalari bor, o'chirsa o'chadi. Ichida dokumentatsiyalari bilan birga kelyapti. Qaranglar akalar. Bitta ko'rsanglar bo'ladi. Amorsatorimizni sifatini bitta baho berasizlar o'zingizlar. Qaranglar. Do'stlar. Ashi video chotki buni, video kачествоsi ishonarli, eng zo'r haqiqiy SRR yaponskiy amorsatorimiz mana shu bo'ladi. O'sha ichida dokumentatsiyalari ham bor, qaranglar. Dokumentlari ham chiqadi. Bular SRR dokumentlari. Keyin mana rezinkalari, bo'lsa mayda-chuyda hamma narsasi bor. Mana oldinlarini ham ko'rsanglar bir qator. Chotki kачествоsi udar akalar. Oldida hattoki gankasi ham chiqadi. Uncha mashinadan amorsatorlar chiqmaydi. Buni narxini diqqat bilan eshitamiz akalar. Komplektini 4 tasini 770 ming so'm. Amorsatorga O'zbekiston bo'yicha dastavka mutlaqo tekin akalar. 770 ming so'm ichida dastavkasi ham bepul akalar. Shahar markazi, viloyat markazlarigacha, tuman markazlarigacha bemalol yetkazib beramiz. Pastda yozilgan nomerga aloqa qilsangiz bo'ladi do'stlar. Tez shoshilamiz, amorsatordan juda ham kam qolgan do'stlar. Bundan keyin ko'pchilik akalarimiz Nexia mashinasini prujinasi balandligidan shikoyat qiladi. Men prujinam baland bo'lib qolyapti, past rezinka bilan qo'ysam ham nima qilsa bo'ladi deydi. O'shanga yechim olib kelib qo'yganmiz. Mana Nexia'ning o'zini radnoy prujinasidan olib kelib qo'yganmiz. Qaranglar qancha past bo'lyapti. Qora prujina. Buni narxi keladigan bo'lsak, narxini 250 ming so'm qilib beryapmiz do'stlar. Kimga kerak bo'lsa tez shoshilamiz. Soni juda ham kam qolgan. Dastavka 12 ta viloyatga bor. Dastavka alohida bo'ladi. Bu prujinaning zapchaslarimizga faqatgina amorsatorimizni dastavkalari ichida bo'lib ketadi akalar. Qaranglar. Original haqiqiy toza yaponskiy amorsatorimiz.